Sizlar boshladik. Hop. Hop. Sizlar qochib turasiz, birinchi ko'rsatib olaman. Assalomu alaykum. Mana bugun biz shu narsani hop yasab Tojikiston davlatiga yuboramiz. Buning vazifasini hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu bir vaqtning o'zida bittadan 6 tagacha 10 millimetrli teshuvni teshib beradi. Ya'ni qora metallmi, nержавейкami farqi yo'q, teshib beradi. Shuni hozir ko'rsatib beramiz. Sizlar ishlayapti. Teshib olib ko'rsatasan-da. Bunday vaqtda stolga qo'y. Ha. Mana. Ha. O'nli trubkani tiqqan. Mana. Qattiq kiradi, aylanib ketmaydi. Buralib ketmaydi. Mana qo'lni o'ynatib yuboradi, o'zi turadi. Endi hozir bu 6 talikka qo'yilgan. Endi agar kerakli teshuv sonini qilmoqchi bo'lsa, o'sha yerdan bir vaqt o'zida o'chirib qo'yadi. Mana birinchisini o'chirdim. Ha, bo'ldi. Yarim 90 gradusga bursa bo'ldi. Hozir. Mana birinchisini o'chirdik. Hozir birinchisi ishlamasligi kerak. Ishladi. Mana birinchisi ishlamadi. Ko'rsatinglar. Mana buni 4 ta teshdi. 3 ta teshdi. Mana birinchisini teshmadi. Mana. Hop. Endi ikkinchisini ham o'chirdim. Islom ikkinchisini ham o'chirdim. Ha. Shu kelgan qismi. Bo'ldi. Bosursa. Mana. Ikkitasini teshmadi. Shu kerakli anaqasini qo'yadi, teshaveradi. Bu Islom bo'ldi. Hop. Mana. Hop. Sanaydigani bor. Nechta qilinganligi mana aparatda. Bunaqasi bor. Bu eng muhimi xavfsizlik bu. Bu havoda ishlaydi bu. Bunga maxsus bir kuch yoki bir xona shart emas. Uy sharoitida ham ishlatsa bo'ladi. Oilaviy korxona bo'lsa ham ishlatsa bo'ladi. Shu o'zi Tojikistonda ham uyda ishlataman deb olyaptilar. Keyin maxsus bir kuchga ega bo'lgan erkakmi, ayol shart emas bunga. Shu ishga layoqatli bo'lsa bo'ldi, ishlata oladi bemalol. Xavfsizlik jihatdan maxsus bilim shart emas. Chunki bu havoda ishlaydi. 6 atmosferali. Hop. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu qulay. Xudo xolasa. Xavfsizlik. Yana bu nimasini aytdik? Keyin mana shulardan tashkil topgan. Keyin yana bir afzalligi shuki, agar biror narsasi ketib qoladigan bo'lsa, hech narsasi qimmat turmaydi. Kichkina zapchastlarni shu byudjetni qilib yig'ilgan. Havoda ishlaydi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.